Hurmatli marhamat Chorva kanali obunachilari, hurmatli ishchilar, 50 million so'mga baraka va o'tkunligi olgan bo'g'oz molimiz, xudo xolasa. Qadrdonlar, bugun sizlarga marhamat mol bozorimizdan sotiladigan bo'g'oz sigirlarimizni, chiroylilarini avzo qilib o'tib ketamiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'ying. Qadrdonlar, ikkinchisiga bo'g'oz molimiz, xudo xolasa 49 million so'm savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Qadrdonlar, shved molimiz orqa oldiga yuvoshlar zo'ragan, xudo xolasa. Dehqon akalarimiz olib chiqishibdi moldan. Mol haqiqatda kuchli ekan. Molni shved ekan, xudo xolasa, xijolat qilmaydi. Orqa oldi keng. Bittadan like bosib kuzatib turasizlar. Keyingisiga solamiz, xudo xolasa. Qadrdonlar, xudo xolasa, navbatdagi bo'g'oz. Domla necha oylik? Necha pulga bermadingiz? 200 ming kam 29 ga berilmabdi. 6 oylik bo'g'oz molimiz, xudo xolasa. Qadrdonlar, mana 6 oylik ekan, birinchisiga. O'zimizning oq shvedlardan ekan, baqadigan ekan. Domla nomeringizni aytib berasizmi? 91lik 287 8478 aloqaga chiqib qolasizlar, xudo xolasa. Omon mol haqiqatda kuchli ekan. Navbatdagi bor. Falon necha oylik ekan bu? 20 kunlik bo'g'oz. 20 kunlik bo'g'oz. Kilo yormagan bo'zi. Hech pul bermadingiz. Endi keldi aka. Hech pul baho aytdingiz. 27 million 500 ming so'm. Qonida bor ekan-da, qonida bor ekan. Qadrdonlar, uni ajramiz, xudo xolasa. Xijolat qilmaydi. Ola barodan qulog'ida shig'alar bilan. Assalomu alaykum. 14 oylik bo'g'oz aka. Necha pul bermadingiz? 14 oylik bo'zi. Nomeringizni ayting, nomeringizni. Nomerim 50 900 95 50. 95 50 bilan aloqaga chiqib olasizlar, xudo xolasa. Qadrdonlar, ammo haqiqatda chiroyli, sifatli. Dilshodaga necha pul bermadingiz? 30 kam bor, hali savdo qilmabdi. Oyligichi? 5 oy. 5 oylik. Hojaga necha pul bermadinglar? 25 necha oylik? 7 oylik 25 million so'mga nechasi tug'adi? 3-sini tug'ilgan. Qadrdonlar, 7 oylik, xudo xolasa, molimiz. Qadrdonlar, mol bozorlar, mol serob ekan. Boyaga necha oylik ekan bular? 9-oy hamma. Ikkovi ham. Necha bilan bermadingiz? 28 mol 38 qilyapti. Bu 38, bu 28. Nechasini tug'adi? Bu uchinchisi, bu ikkinchisi. Bu uchinchisi, beri ikkinchisini, ikkovini ham kunligi qolgan ekan. Qadrdonlar, molimiz yerini solish boshladi. 28 million 38 million so'mga bermabdi. Bu uchinchisini, bu ikkinchisini tug'adi ekan. Qadrdonlar, xudo xolasa, mol oma silishim katta, rasa baqadigan, orqa oldi keng ekan. Xudo xolasa, xijolat qilmaydi ekan. Voy, yo'l nomer aytib berasizmi, shef? Yo'q. Nomer aytilmas ekan. Bo'ldi. Ketdi qadrdonlar. Ama mana shu yerda originali chiqibdi. Akadan. Boyaga necha pul bermadingiz? 50. Necha oylik? 7 oylik 10 ta suti bor. Sutdan chiqaryapti 15 ta. 7 oylik 10 ta suti bor. Qadrdonlar, 52 million so'mga berilmabdi. Necha sutdan chiqarilyapti? Nechinchi bolasini tug'adi bu? 3-chi. Nomer aytamizmi? 77lik 88 77lik qadrdonlar, xudo xolasa. Akamiz doim marhamatga shvedlar zo'rlarini ham chiqaradi. Bu safar ham bitta kuchligini ham. O'tgan hafta ham zo'rlaridan biri bor. Necha pul bo'ldi bu? Necha pulga kirdi? Necha pulga kirdi? 8 oylik. 8 oylik 28,5 million so'mga kirdi qadrdonlar mana. Boyaga necha pul bermadingiz? 33 Necha oylik? 8-oylik. 33 million so'mga 8 oylik berilmadi. Bo'ldi. Birinchisini tug'adimi aka? Birinchisini tug'agan. Qadrdonlar, xudo xolasa, kuchligidan, chiroylisidan, sifatlisidan ekan. Nomer aytib beramizmi aka? Nomer aytib beramizmi? Bo'ldi. Akalar, navbati yo'q. Necha oylik ekan aka bu? 9 oylik. 9 oylik. Necha pul bermadingiz? 25 ga berdim. 25 ga birinchisini tug'adi ekan, ha? Nomer aytib beramizmi? Mol meniki. Bo'ldi. Qadrdonlar, 9 oylik bo'g'oz 25 million so'mga berilmabdi. Birinchisi ekan, mol o'zi yerini solishni ham boshlab qolibdi, xudo xolasa. Bu yoqda yana. Aka, bo'g'ozmi? Necha oylik? Necha pul bermadingiz? 28. 28. Nargisi ham bo'g'ozmi? 8 oylik 28 million so'mga berildi. Birinchisigami? Mana qadrdonlar, xudo xolasa, dehqondan so'ragan akalarimiz. Bu ham bo'g'ozmi? Necha pul? Necha pul bermaylar aka?
Aka 22,5 ga bermayapti. 22,5 ga necha oylik? 7 oylik 4 litr suti bor. 7 oylik 4 litr suti bor ekan qadrdonlar. 22,5 million so'mga berilmoqda. Nomer aytamizmi? 50 011 91 94. 011 91 94 nomerga aralashib qo'yar ekansiz. Savdosi bo'larkan. Shvedlamiz. Domla nechta bermadingiz? 43 million. Necha oylik? Olmayman, oyini aytib qo'ying. 9 oylik qadrdonlar. 53 million so'mga berilmoqda ekan, xudo xolasa. Qoma haqiqatda kuchli. Ikkinchisi bor ekan qadrdonlar mana. Shved baroni. Qadrdonlar boyaga necha oylik ekan bu? 7 oyga o'tgan, 6 oy to'lib 7-oyda. Nechta berilmadingiz? 30,500,000 beryapti. 30 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. 1,5 2 ga boyaga 3 ga. Qadrdonlar xudo xolasa kuchlangan. Nomer aytibasizmi? Qolaga nomer aytibasizmi? 99 369 0055. 369 0055 aloqachi doim mol bo'ladi akamizda xudo xolasa. Qadrdonlar shvedlardan kuchlilaridan. 7 oydan o'tgan 7 oylikka berilgan birinchisiga xudo xolasa nechta bermadingiz? 9 million 820 million qilyapti. 19 million 820 million so'm kiribdi qadrdonlar xudo xolasa birinchisiga bo'g'oz molimiz. Xijolat qilmas ekan. G'unajinchi ekanda, rasanodan mol qiladigan. Nomer aytibasizmi boyaga? Meni aldayapsiz. Ayting nomerni. 94lik 94lik 716 85 25. 716 85 25 aloqaga chiqarasizlar qadrdonlar xudo xolasa. Boyaga necha oylik ekan bu? 9-oyga o'tdi, 8 oy to'lib. 9-oyga to'libdi qadrdonlar. 8 oy 9-oy ketyapti. Nechta bermadingiz? 55 million. Nech pul? 55 millionga nomer aytamizmi? 97lik 97lik 987 987 93 87. 93 80 nechisini tug'adi? 3-sini tug'adi. Qadrdonlar egiz tug'adiganga o'xshayapti mol bular. Mol silish ham katta, qonni ham katta ekan qadrdonlar xudo xolasa mana. 65 million so'm ozgina kami bor ekan, aloqaga chiqarasizlar yesli cho'yga qadrdonlar. 8 oylik 36 million so'mga. Nechisini tug'adi aka bu? 3-sini tug'adigan qadrdonlar xudo xolasa. 8 oylik qirg'iz shved ekan xudo xolasa qadrdonlar qulog'ida sirg'alar. Nomer aytibasizmi aka? Sotilib ketadi-da, aytib Bu ko'raman. aytib qo'ying. 93lik 93lik 276 276 0291. 0291 aloqaga chiqadi. Doim mol bo'ladimi aka? Uyda go'zallari bor ikkita. Uyda go'zallari bor ekan, aloqaga chiqarar ekansizlar qadrdonlar mana. Boyaga nech pul bo'ldi? 34 million so'mga baraka bo'ldi qadrdonlar, boyaga savdo qilingan molimiz. Qadrdonlar xudo xolasa kutib qolinglar. Navbatdagi qismlarda bo'g'ozlarni video qildik. Hozirgi qismlarda biz endi Inobola sigir hamda unajillarda avzo qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.